alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Wednesday, August 28th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 51, and the topic of today's lesson is a pleasant climate. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, never. Never. Number 2, ever. Ever. Number 3, Greece. Greece. Number 4, pleasant. Pleasant. Number 5, climate. Climate. Number 6, country. Country. Number 7, be like. Be like. Number 8, weather. Weather. Number 9, spring. Spring. Number 10, summer. Summer. Number 11, autumn. Autumn. Or in brackets, fall. Fall. Number 12, winter. Winter. Number 13, every. Every. Number 14, rain. Rain. Number 15, sometimes. Sometimes. Number 16, often. Often. Number 17, always. Always. Number 18, sun. Sun. Number 19, shine. Shine. Number 20, warm. Warm. Number 21, cold. Cold. Number 22, hot. Hot. Number 23, windy. Windy. Number 24, January. January. Number 25, February. February. Number 26, March. March. Number 27, April. April. Number 28, May. May. Number 29, June. June. Number 30, July. July. Number 31, August. August. 32, September. September. 33, October. October. 34, November. November. 35, December. December. 36, snow. Snow. Xo'sh, savodashlar, nurg'un yangi so'zlar bilan tanishirganmiz bugun. Albatta, ba'zilari qaytlangan. Buning sababi bor. Darsimizning temasi bugungi 51-chi darsimizning a pleasant climate. Albatta, so'zlarni tushunib bo'lgandan keyin uning temasini bir tushunib o'tamiz, anan keyin biz dialogga kirib ketamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, yuqoridagilari so'zlarning o'qilish ahvoli. Endi biz ma'nolari bilan tanishib chiqsak, number 1, never degan hargiz, hech qachon degan ma'nosi bor. Okay, mesela I never drink coffee desak ne bo'ldi? Drink ne savoblashlar biladi. İçiş degan gap, navada ishlatmagan, o'rganmagan bo'lsak hech qisi yo'q. Hozir o'rgandik deb hisoblasangiz, mesela drink degan ichish degan bo'lsa, mesela I never drink coffee desak ne bo'ldi? Men hargiz yoki hech qachon qahva ichmayman degan gap. Okay? Yani hech qachon hargiz degan ma'nosi bor so'z never. Ikkinchi so'z ever degan uchun shuningki
aksi deb tushunsak bo'ldi, qarama-qarshi. Ya'ni bir haqiqatdanmi bo'lsa degandakchi. Albatta jumla ichida kelganda anandikin texim yaxshi tushunigili bo'ldi mana bu ikkinchi so'zni. Masalan, bundoq desam tushunishingiz kerak. Masalan, neverni bo'lishsiz ma'nosi bor, ya'ni hech qachon hargiz degan ma'nosi bor deb tushunsak, masalan bayon jumlalarda ishlasak, masalan I never drink coffee desak, masalan hozir degandek, men hech qachon nima qahva ichmayman degan bo'lsak, bu jumla qarmoqqa bir nimadak tuyuldi, inkor jumladek, ya'ni bo'lishsiz jumladek tuyuldi. Amaliyotda bu bo'lishsiz jumla emas, bu bo'lishliq jumla. Okay, faqatla ma so'zning ma'nosi bo'lishsiz ma'nosi bor, bo'lishsiz ma'nosi bor. Lekin jumla o'zi bo'lishliq jumla. Okay, mana gapni tushunishlik bu. Xo'shunda olsa bu bo'lishliq jumlada never kelib bo'lishsiz ma'nosidagi hargiz, hech qachon degan ma'no oldi ekan. Xo'shunda olsa mana ikkinchi so'zchi ever desangiz, ever degan bo'lishsiz jumlada hargiz kelmaydi. Okay? Bu balki bo'lishliq jumlada hargiz kelmaydi kechiringlar. Mana never degan bo'lishliq jumlada keldi dedik bu. O'zining bo'lishsiz ma'nosi bor dedik, hargiz, hech qachon deb. Everchi ikkinchi so'z bo'lishsiz jumla bilan savol jumlalarga keldi. Bo'lishsiz jumlalar bilan savol jumlalarga kelib, bir haqiqatdanmi bo'lsa degan ma'nosi bor. Albatta uni bir haqiqatdanmi bo'lsa deb unchalik aniq tarjima qilmaymiz, lekin gapning o'ramidan o'sha bir ma'nosi chiqdi. Tafsilotini nimada ko'rsangiz jumlalarda, okay? Xo'shunda olsa never bilan ever ikkisi yaqin so'z. Never bo'lishliq jumlalarda ishlatilgan, ever degan bo'lishsiz jumlalar bilan savol jumlalarda ishlatilgan deb tushunsak bo'ldi hozircha. Okay? Number 3, Greece degan davlatning ismi Gretsiya. Okay? Number 4, pleasant. Pleasant degan kishiga yoqadigan, odamga xush yoqadigan, rohatlik degan ma'nosi bor. Pleasant. Okay? Number 5, climate. Bu klimat degan ma'nosi bor. Masalan, havo klimati deb qo'yamiz bu bir ma'lum bir joyninki havo klimati masalan yozdan davuldi, qishdan davuldi, bir yil 4 fasldan davuldi, mana davuldi deb klimatni biz tasvirlaymiz va demakchi climate degan klimat. Okay? Qarsangiz shu so'z demakchi shu inglizchadan kelgandek turdi. Klimat degan so'z o'xshab ketdi ekan bu. Okay, number 5 climate klimat bo'ldi. Shunaqa. Number 6 country, davlat degan gap. My country, mening davlatim, your country, sening davlating degandek. Number 7, be like. Bu be like degan nima desangiz, qandaroq degan savolga javob bo'lib keladigan, masalan, shundaroq degan gap. Shundaroq degan ma'no bildirdi. Albatta, jumla ichida kelganda texnik aniq bo'ladi bunga bo'lgan tushunchangiz. Masalan, be degan nima? BPL. Bu BPL ni hozirgi zamonda masalan 3 shaxsga 3 xil ishlatamiz degan. Masalan, I'ga am deb ishlatamiz. He, she, it laga is deb ishlatamiz. You'ga are deb ishlatamiz. Demakchi, bu be'ning o'rniga isni qo'ysak, masalan deyli. Bo'lsa mundaroq degan ma'nosi bor. Ya'ni savol jumlada qandaroq degan ma'no olsa, savol jumlada kelib, shu be like degan shu so'z birikmasi demakchi. Qandaroq demakchi. Bunda narsa qandaroq yoki palonchi qandaroq degan ma'nodagi qandaroq degan ma'no olsa javob jumlada shu qandaroqniki naq shu javobi bo'ldi. Mundaroq degan yoki shundaroq degan bir ma'no oldi. Albatta tafsilotni oldimizdagi dialogda texnik aniq tushunib olasiz, okay? Hozircha be like ni mundaroq, shundaroq deb tushunib tursak bo'ladi, okay? Number 8, weather. Weather degan havo rayi degan gap, okay? 5-chi so'zni climate ni klimat degan tuqqu, ama 8-chi so'z weather havo rayi bo'ladi. Klimat bilan havo rayi o'xshamaydi, u klimat degan cho'ng jihatdagi havo klimati qartilgan havo rayi degancha, weather degancha, masalan kundalik havoning o'zgarish ahvoli qartilgan so'z bu, okay? Demakchi klimat, weather, klimat bilan havo rayi ikkisi o'xshamaydigan ikki so'z. Number 9, spring degan yoz, bahor fasli, okay? Number 10, summer, yoz fasli. Number 11, autumn, anonnikini tirnoqchiga fall deb yozib qo'yibdi. Amaliyotda bo'lsa, autumn degan angliyacha ishlatilishi, fall degan amerikancha ishlatilishi, kuz fasli degan gap.
Demek Angliyaliklar autumn deb ishlatishga odatlangan, Amerikaliklar fall deb ishlatishga odatlangan kuz faslini. Okay? Number 12 winter. Winter degan qish fasli degan gap. Demek bugun bunday qarasangiz havo rayi, klimat, okay. Shu to'rt fasl degan narsalarni o'rganganmiz, ha. Oldimizda yana nurg'un so'zlar bor. Albatta hozir kallamizda bir fikr shakllanadi. Okay. Havo rayiga, klimatga oid yana to'rt faslga munosabatli ishlar bir dars keldi. Bugungi darsda ingliz saviyamiz qanday xila ravris ish qildi shu mazmunlarni o'rgangandan keyin. Okay? Number 13 every. Every degan har bir degan gap. Masalan, every day bo'lsa har bir kun, ya'ni har kun degan gap bo'ladi. Okay? Number 4 rain. Rain degan yomg'ir degan gap. Yomg'ir, okay? Albatta ism bo'lib kelganda yomg'ir bo'ladi, fail bo'lib kelganda uchun yomg'ir yig'ish bo'ladi. Okay? Number 15 sometimes ba'zida. Okay? Bularni hozir masalan bir necha kunimiz shu ba'zidagi o'xshaydigan vaqt ravishlarini. Vaqt ravishi degan so'z chiqsa, hargiz qo'rqib ketmang. Vaqtni bildiradigan ravish so'zlari bular. Uyg'ur tilida ko'p ishlatamiz masalan. Pat-pat, ba'zida, doim, bira-bira degan gaplarni jiq ishlatamiz. Bular amaliyotda ravish so'zlari hisoblanadi. Vaqtni bildiradigan ravish so'zlari. Okay? Sometimes deganning bo'lgan 15-so'z ba'zida. Number 16 often degan cho'q pat-pat degan pat-pat. Okay? Sometimes degan ba'zida, often degan pat-pat. Okay? Number 17 always degan davomliq degan gap. Hamisha, davomliq, doim degandek cho'q. Okay? Xo'shunda olsa vaqt ravishlarimi xili bor-kana. Bunda o'ylab baqsangiz, o'zingiz ilgari diqqat qilmagan bo'lsangiz, mush so'zlarni ko'ryapsiz, ha. Ba'zidani bunday aytganmiz, pat-patni bunday aytganmiz. Hozir qanda 17-si always, doim, hamisha, davomliqni bunday aytganmiz. Number 18 sun, quyosh. Amaliyotda o'rganib bo'lgan bu so'zni biz 30 nechinchi darsda, anan keyin 19-savol shine deganni o'rganib bo'lgan, sun degan quyoshdi, 18-si. 19-so'z shine degancha nur chechish. Quyoshning parladishi, nur chechishi, shine. 18 sun, quyosh, 19 shine, quyoshning nur chechishi, parladishi. Endi bugungi dars havo rayiga munosabatli bo'lganligi uchun shu so'zlarni qayta bir aslab o'tib ketsak ziyni yo'q, shunga so'zliklar tarkibiga qo'yishimizning sababi shu. Okay, number 20 warm. Warm degan illiq degan gap. Illiq, ya'ni sovuq emas, issiq emas, illiq deymiz, warm. Okay? Number 21 cold, sovuq. Bu so'zni o'rganib bo'lgan, 22 so'zni o'rganib bo'lgan albatta, hotni, cold degan sovuq, hot degan 22-si issiq degan gap. Demakchi, yana abayxga qaytilsak, bugungi darsimiz havo rayiga munosabatli bo'lg'achqa bu so'zlarni yana bir qatim aslab o'tib kelsak, ziyni yo'q, okay? Cold, sovuq, hot, issiq, warm degan illiq bo'ldi. Bu yana tugimida savoldoshlar, endi davomli baqirayli 23-si windy. Windy degan shamolliq degan gap. Shamolliq. Okay? Havo rayiga rasmiy munosabatli nurg'un so'zlar bor ekan. 23-so'zdan sakrablar biz 36-so'zga o'tib ketsak, qarang, snow degan nima? Qor degan ma'nosi bor. Ism bo'lganda, albatta fail bo'lganda qor yig'ish degan ma'nosi bor. Inglizchada mushtaqqa ifodalanadi. Demakchi, o'xshash bir so'z. Ism bo'lganda qor bo'lsa, qandaq fail bo'lganda qor yig'ish degan ma'nosi bor. Okay? Xo'sh, 23 bilan 36ni ko'rayotgandan keyin 23ni shamolliq dedik-ku. 36ni qor yig'ish dedik-ku. Endi biz 12 oyni ko'rib chiqaylik, qarang, 12 oy bilan tanishib chiqaylik. 24-so'zimiz January. Yanvar, ya'ni 1-oy. 25 February yoki men ham February deb ikkinchi bo'g'imdagi 1-oyni o'qimadim. Demakchi, shunday anglaysiz. Odatda kundalik turmushda bo'lib, amerikaliklarningki February deb o'qishni anglab qolsangiz, uchoqda hayron qolmang. Men shularni do'rab o'qidim bu. Shuni ko'nab qoldim o'zim. Lekin to'g'ri o'qilishi asli R ningki o'qilishini olsak bo'ldi February deb.
agar February deb birinchi rni olmay demakchi o'g'lim hozirda men o'qiganda February deb qolsam hargiz hayron qolmang, xato emas demakchi. Okay? Ikkinchi oy ya'ni fevral deymiz biz. Number 26 26 so'z March, biz mart deymiz yoki 3-chi oy. 27 April biz aprel deymiz yoki 4-chi oy. Number 28 May biz may deymiz yoki 5-chi oy. 29 June 6-chi oy yoki biz iyun deymiz. 30 30-chi so'z July biz iyul deymiz, ya'ni 7-chi oy. 31 August biz August deymiz, 8-chi oy. 32 September biz sentabr deymiz, ya'ni 9-chi oy. 33 October 33-chi so'z biz oktyabr deymiz inglizchada. October albatta 10-chi oy. 34 November biz noyabr deymiz, ya'ni 11-chi oy. 35 December biz dekabr deymiz, ya'ni 12-chi oy. Okay? So'zlar mush so'zlar agar aniq bo'lmagan bo'lsa, yana qayta kayniga sal yandirib ko'rsangiz aniq bo'ladi. Demakchi so'zlar jiqroq bugun, lekin to'liq yangi foydali bo'lgan, ko'p uchraydigan bir tema bu. Okay? Buni o'rganganimiz va ingliz saviyamizniki yana bir baldaqqa o'rilishidan derak berdi inshaalloh. Xo'sh, shunda bo'lsa 36 dona so'zni ko'rdik, o'qilish aholi va ma'nilarini mana bu 1-22gacha, bunilari 23dan 36gacha. Shunda bo'lsa so'zlar shu, qolgan o'zingiz ko'p takrorlab, yozib, mashq qilib qilsangiz yaxshi. Yana bir masala rasm deb qo'yilgan. Nimishqa mana 1-oydan 12-oygacha oylarning ismlarini masalan cho'ngarib yozildi desangiz, men dastlabda demaganda qilaman shu gapni. Kishi ismlari, yer joy nomlari, kul masalan oylar, hattoki haftaning kunlari degan narsalar qanday cho'ngarib yozildi. Okay? Albatta diqqat qilib mengyapsiz buningga. Anondan keyin jumlaning beshidagi birinchi so'zningki birinchi harfi cho'ngarib yozildi. Ingliz tilida qoida bu. Okay? Biz demakchi buni oldida balki ta'kidlamagan bo'lsak, kechiringlar, mishada bir ta'kidlab qo'yganim bo'lsin. Okay? Men jumlaningki birinchi so'zning birinchi harfi cho'ngarib yozildi. Anondan keyin yana nimalar cho'ngarib yozildi deganda yer joy nomlari, kishi ismlari, shunday oylar, anondan keyin hafta kunlari degandek shu so'zlarningki birinchi harflari cho'ngarib yozildi. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, bularni deb bo'ldik. Endi qanday masalan temalarda, endi masalan mana bu darsimizning temasida birinchi harfni ni cho'ngarib yozibmiz. Anondan keyin new words and expressions degan yangi so'zlar va so'z birikmalari degan so'zlardagi birinchi harflarni cho'ngarib yozibmiz. Okay? Demak, masalan temalarningki birinchi harflari temadagi har bir so'zning birinchi harflari ba'zida cho'ngarib yozildi, ba'zida cho'ngarib yozilmasin bo'laverdi. Okay? Anondan keyin lesson 51 lessonning birinchi harfi L harfi cho'ngarib yozilibdi. Bular diqqat qilib qo'ysangiz bo'ladi. Manda kasi cho'ngarib yozilganda deb. Okay? Anondan keyin davlat ismini qarasangiz, Greece bor, 3-so'z Grecia cho'ngarib yozilibdi. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa biz ham dialogni ko'ramiz albatta. Dialogni ko'rishdan burun qanday darsimizning mavzusiga qarasak, a pleasant climate. Ani bir dedik. Pleasant nima deganda hozir kishiga xush yoqadigan, rohat bag'ishlaydigan, rohatlik degan ma'nosi bor so'z. Climate degan kelimat bo'ldi. Demakchi, nima deb olamiz bu temani? Rohatlik kelimat deb asoslab. Bir rahatlik kelimasi yoki rahatlik kelimasi. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, endi biz dialogni o'rganamiz albatta. Odatimiz bo'yicha qanday dialogni o'rganishdan burun qilib olgan bir ish borki, u bo'lsa-mu dialogdagi biz shu javob berishga tegishli savolni ko'rib boqaylik, qarang. Bunday edi. Does it ever snow in Greece? Mana bu ham everni nima deb yodingizda bormi? Rahatim bo'lsin-mi degan ma'no oltida bo'libmi savol jumlalar bilan inkor jumlalar, ya'ni bo'lishsiz jumlalar keladi degandim bu. Agar bayon jumlalarga kelib qolsa, ya'ni bo'lishli jumlalarga kelib qolsa nima bo'ladi? Never bo'ladi. Ya'ni hargiz, hech qachon degan ma'nosi bo'ladi. Neverning. Ma ever-chi naqshuning aksi. Ya'ni bir haqiqatan bo'lsin-mi,
degan ma'nosi bor degandim. Va shu bo'yicha tushunsak bu gapni qarang. U it degan u does degan albatta yordamchi fe'l, buni tarjima qilmaymiz. It degan u ever degan bir haqiqatan bo'lsin deb asab hozircha tushunishga oson bo'lsin uchun. Snow degan qor yog'ish deymiz. Mana bu fe'llik ma'nosi bor, snowning kimiyada. Hargiz ism emas, chunki qor yog'ish deb olamiz. Demakchi, bu bir haqiqatan bo'lsin qor yog'amdi in Greece, Gretsiyada. Bu yerdagi uni nima deb olsak bo'ladi sizningcha? It degan zodi u deb tarjima qilinadi. Yo'q, hargiz. Bu jumlada bo'libmi havo rayini tasvirlaydigan yoki bayon qiladigan yoki bo'lmasa kelimatni bayon qiladigan shundoq jumlalarda it ishlatildi albatta. It bo'lmasa ifodaligi bo'lmaydi bu o'y fikrni, ya'ni havo mundoq deb. Havo rayi yoki havo mundoq deb, masalan, mayli havo ochiq bo'lsin, tutuq bo'lsin, qor yog'sin, yomg'ir yog'sin, ish qilib havo to'g'riliq gap qilsaqanda it bilan ifodalaymiz, ya'ni u bilan ifodalaymiz. Lekin uni hargiz tarjima qilmaymiz. Chunki Uyg'urcha uni u deb tarjima qilsak ma'nisiz bir gap bo'ladi. Masalan, u yomg'ir, u qor yog'amdi deb tarjima qilsak, masalan, bu jumlani qarang. Gretsiyada degan gap in Greece degan Gretsiyani ichida, Gretsiyada deb olamiz bu. Ya'ni Gretsiyada bir haqiqatan bo'lsin qor yog'amdi degan gap bu, Gretsiyada bir haqiqatan bo'lsin qor yog'amdi deganni shunday ifodalaymiz. Hargizmi itni tarjima qilib qandoq u Gretsiyada bir haqiqatan bo'lsin qor yog'amdi demaymiz. Agar unda desak qandoq ma'nisiz bir jumla bo'ladi. Uyg'ur tilida biz u yomg'ir yog'amdi u qor yog'amdi demaymiz. Yomg'ir yog'amdi, qor yog'amdi deymiz. Tushunishibmi? Shunga itniki shundoq havo rayi, ya'ni kelimatlarni ifodalaydigan jumlalarda kelgandagi roli qandoq o'sha havo rayi qartilgan deb tushunsak bo'ladi. Hargiz uni u deb tarjima qilib olmaymiz. Uchinchi shaxs birlikdagi u narsalarga hayvon yoki narsalarga ishlatilgan u degan tuqqu itni. Lekin bu yerda u deb tarjima qilib olsak bo'lmaydi. Balki havoni ko'rsatyapti deb turib tarjima qilamiz. Masalan, shu jumladan havoni ko'rsatayotgan so'z nima? Qor yog'ish. Demak, qor yog'amdi deb olamiz. Ya'ni Gretsiyada bir haqiqatan bo'lsin qor yog'amdi degan gap. Okay? Albatta ever nima ham agar yodingizda bo'lsa, shu everni so'zlaganda men tushunganda shunda tushunamiz, lekin amaliyotda tilimizda tarjima qilib olmasak ham bo'ladi dedim-ku. Bu jumlani shu gapdan qaraganda nima deb olsak eng muvofiq bo'lgan Uyg'urchada Gretsiyada qor yog'amdi degan gap. Bu yerdagi shu bir haqiqatan bo'lsinmi degan qandoq ingliz tilida ifodalandi shundoq. Bir haqiqatan bo'lsinmi deb ifodalaymiz. Uyg'urchada biz deb ketmaymiz demakchi. Bir haqiqatan bo'lsin qor yog'amdi deb. Gretsiyada qor yog'amdi desa qandoq shu zodi qor yog'amdi bir haqiqatan bo'lsinmi degan ma'no chiqadi o'sha gapdan. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa nazariyani oz so'zlab biz amaliy shu dialogimizga kirib ketdik hisoblanishlar qarang. Dialogni men aytishib qo'yadigan bo'lganingiz oldi bilan bu Hans bilan Dimitri'ning o'rtasida yuz bergan bir dialogga qarang. Hans xaridni ko'rsatib turib so'rayapti Dimitri'dan. Qarang. Where do you come from? Yana bir qatam. Where do you come from? Desa Dimitri I come from Greece. I come from Greece. Degante Hans what's the climate like in your country? Yani bir qatam, what's the climate like in your country? Desa Dimitri it's very pleasant. It's very pleasant. Desa Hans what's the weather like in spring? Yani bir qatam, what's the weather like in spring? Desa Dimitri it's often windy in March. It's often windy in March. Develop it's always warm in April and May. But it rains sometimes. But it rains sometimes.
Endi qo'shib o'qisak bu amaliyotda bir murakkab jumla ikki dona oddiy jumladan imkon tarkib topgan, tash orqali ayrilgan ikki oddiy jumla. Xo'sh, unda buni biz to'liq bir o'qib chiqsak bu jumlani. It's always warm in April and May, but it rains sometimes. Okay? Hans, what's it like in summer? What's it like in summer? Desa Dmitry Popov. It's always hot in June, July, and August. It's always hot in June, July, and August. The sun shines every day. The sun shines every day. Disa Hans Hopop. Is it cold or warm in autumn? Is it cold or warm in autumn? Deb sorsa Dmitry Hopop. It's always warm in September and October. It's always warm in September and October. It's often cold in November and it rains sometimes. It's often cold in November and it rains sometimes. Disa Hans Hopop. Is it very cold in winter? Is it very cold in winter? This is Dmitry Nimdad. It's often cold in December, January, and February. It's often cold in December, January, and February. It snows sometimes. It snows sometimes. Okay? Albatta bu yetarli emas, o'zingiz oz deganda 10-20 qatim o'qisangiz ozlik qiladi. Okay? Xo'sh, shunda olsa, agar qayta anglashni xohlasangiz albatta keyingi sal yondirib anglasangiz bo'ladi. Okay? Unda siz ma'nosini tushunib boqaylik, savollar qarang. Hans bunday xaritni ko'rsatib turib, where do you come from dedi. Qayerdan do you come from? Bu degan bir savol jumla ekan, tipik savol jumla. Ya'ni ish harakatini bildiradigan. Come degan kelish bu. From degan tin. Okay? Masalan, I am from masalan deydi. Turkey desak, men Turkiyadan degan gap bu. Okay? Yoki men turkiyalik. Okay? I am from Turkey. Men Turkiyadan deydi. Demakchi, shunga o'xshashlar, mana bu from degan tin degan gap bu, oldi qo'shiluvchi albatta. Masalan, from Turkey was Turkiyadan bu. Okay? Demakchi, where do you come from deganini deb tushunamiz. Siz nereden keldingiz deb tushunamiz. Ya'ni siz nereden keldingiz? Where do you come from? Bu xuddi where are you from degan bir jumla endi. Yodingizda biz dastlabki shu bir necha darsda o'rgangan. Mesela bu palanchi, u palaniyadan kelgan, bu pistanchi, u pistaniyadan kelgan deb tushunishlik var. Okay. Demakchi, where do you come from degan where are you from degan bir jumla. Faqatla o'xshamaydigan yeri qarang. Where do you come from degan amaliyotda shu where are you from degandek bir gap o'xshamaydigan yeri ustidagi jumlada yordamchi fe'l bilan ishlatilyapti. Come deb qarang. Do come deb. Tegirgi jumlada come yo'q. Bevosita are from ba. Okay? Ustidagi jumlada do come from bo'lsa, tegirgi jumlada are from deb bab. Ma'nosi nimishqa bunda bo'lib demakchi bu bilan farqi nima desang, ustidagisi kelish degan so'zni ishlatib fe'llik ifodalaydi. Fe'l bilan, ya'ni ish harakat bilan ifodalaydi. Tegirgisi BPL bilan ifodalaydi. Hech qanday ish harakatini bildiradigan so'z yo'q, kam yo'q demakchi. Kelish degan
kilish deganlikda fe'l yo'q. Yani faqat BPL'liklam jumla, ya'ni bu bir BPL'lik jumlalar nima degan to'q bir xil holatni ifodalaydi degan to'q. Ustidagi jumlacha fe'llik jumla. Ish harakatni ifodalaydi. Faqat demakchi birisi ish harakatni ifodalaydi, yana birisi holatni ifodalaydi. Ma'lum bu holat bilan o'zining nadan kelganligini ifodalagan bo'lamdi desangiz, masalan I am from masalan Turkey desangiz, men Turkiyadan desangiz, shu miyada faqat sizning turkiyalik ekanligingiz, ya'ni Turkiyadan ekanligingizni iborat holatni ifodalaydi. Ma ustidagi jumla uchun I come from Turkey desangiz, masalan men Turkiyadan keldim bo'ladi. Demakchi Turkiyadan keldim bilan men Turkiyadan degan ikki gap sal o'xshamaydi-ku Uyg'ur tilida ham hattoki. Demakchi o'g'lim agar bir sizdan where do you come from deb so'rab qolsa I come from Turkey deysiz. Agar do come deganni ishlatmay are ni ishlatib where are you from desa I am from Turkey deysiz. Taqi men hozir degandeklam. Birisi sharkat bilan ifodalanayotgan, yana birisi qandaq holat bilan ifodalanayotgan. Turkiyadan ekanligingizni ham shu holat bilan ifodalaganligingiz, BPL bilan ifodalaganligingiz demakchi. Shuning uchun sharkat bilan Turkiyadan kelganligingizni ifodalaganligingiz, sharkat bilan ifodalaganligingiz. Tushunishliqmi? Ma'lumki PL, anikin BPL degan narsa xili tushunib qoldinglar savoldoshlar. PL degan qanday sharkatni bildiradigan bir so'z turkumi. BPL degancha xil holatni bildiradigan so'z turkumi deylik. Okay? Xo'sh, undan sonra uzun gapning qisqasi where do you come from degan savolga Dimitri nima deb javob berdi? I come from Greece. Men nimadan Gretsiyadan keldim degan gap. Okay? Yoki men hozir misol bergan jumla bo'yicha desak, where are you from desa I am from Greece degandeklar bir gap. Okay? Faqatla taqi abayman degandek. Birisida sharkat ifodalanadi, birisida holat ifodalanadi. Okay? Hans nima dedi? Bu gapni anglab, Dimitri'ninki Gretsiyadan kelganligini anglab, what's the climate like in your country? Mana bu ham be like ni deb berdim savollar, is degan shu BPL shumi, what's ki kendiki ma as hargiz ning qo'shimchasi emas, balki is BPL is go. Demakchi is like, ya'ni be like ni deb bergan bu ham qandaroq, masalan savol jumlada qandaroq degan ma'nosi bor, bayon jumlada mundaroq yoki shundaroq degan ma'nosi bor degandim ku. Xo'sh, bundan bu savol jumla ekan, the climate kelimatni so'rayapti, ya'ni kelimat qandaroq degan gap ekan bu. In your country, sizning davlatingizda degan gap bu. Ichida sizning davlatingizda, ya'ni davlatingizda degan gap bu. Ya'ni sizning davlatingizda kelimat qandaroq degan gap ekan bu. Okay? Sizning davlatingizda kelimat qandaroq yoki davlatingizning kelimat qandaroq deb olsakmi bo'ladi-ku. Okay? What degan nima degan gap bo'ldi. Is like degan savol jumlada shu qandaroq nimaga o'xshaydi degandek bir ma'nosi bor. Like ni biz yaxshi ko'rish, amroq bo'lish deb o'rgangandik. Yaxshi ko'rish, amroq bo'lish. Like ninki undan boshqa qandoq o'xshash degan ma'nosi bor. Okay? G'a o'xshash degandek-ku. Ya'ni mishada what is like degani hamda savol jumladagi savolninki ma'vo skeletini, ya'ni savolninki ramkasini ilg'ab chiqsaq, terib chiqsaq ma'jumladan demakchi. What is like degani qandoq? Nimaga tang bo'ldi? Nimaga bo'lsa o'xshaydi degandek ishlar bir gap. Buning ma'nosi qandaroq degan gap demakchi. Okay? Men yoki bir yezib tushuntirib bersam buni rasmiy holda, yani bir yezib tushuntirib bersam be like degani mishada hamda is like deb kelyapti. Is deganni bo'lsa deb olsak, like ni g'a o'xshaysak bir nimaga o'xshash demakchi. Okay? Ya'ni buni what is bizning like degan jumla ichida akasa qandoq nimaga bo'lsa o'xshash degandek ma'nosi bor demakchi, u so'z ma'nosi. Ya'ni nimaga o'xshash, ya'ni qandaroq degan ma'no oladi demakchi. Okay? Qo'shimda olsa, buni yig'ib kelsak bu gapni. What's the climate like degan shu kelimat qandaroq demakchi.
nimaga o'xshaydi demoqchi. Dövlətinizdə, yəni dövlətinizdə kelimat qandaraq degan gap uzun gap. Okay. Hans aslında sorğanda Dimitri nimə cavab verdi? It's very pleasant. U bolsa naydi yaqışlıq deydi, yoki rahat demakchi. Pleasant degani rahat, kishiga yoqadigan degan qo'y. Okay. Demakchi bu naydi yaqışlıq deydi. Ana shu climate demakchi. Desa Hans qo'pab what's the weather like in spring deydi. Ma bu cümlelerini farqlantirib qarang. What's the climate like bilan what's the weather like farqi bormi? Albatta bor. Ustidagi kelimatni so'rg'ini, ya'ni umumiy jihatni aytganda qandaroq demakchi kelimatini. Kelimat degan umumiy jihatdagi ahvoli, havoninki. Havo rayi degancha, weather degancha kundalik ahvoli yoki qisqa mezgillik ahvoli. Umumiy ahvolni climate desak, ma'lum mezgillik qaralik ahvolni qandaq havo rayi deb ataymiz uyg'ur tilida. Demakchi ustida what's the climate like, ya'ni klimat qandaroq deb so'ragan bo'lsa, endi hozir qandaq what's the weather like deb havo rayi qandaroq deb so'radi. Qachondiki in spring, ya'ni konkret qilib aytgandiki, mana bu atiyaldagi havo rayini so'radi. Okay? Also what's the weather like in spring deb tushunganmiz. Atiyaldagi havo qandaroq degan. This is Dimitri in the job that it's often windy in March. Qandaq deydi havo rayini nima demakchi? Windy degan shamolliq degan to'q. Often pat-pat degan to'q. Demak, pat-pat shamolliq in March. Ya'ni 3-oyda degan gap bu. 3-oyning ichida. 3-oyda havo pat-pat shamolliq bo'ladi degan gap bu. Ya'ni it ni ben tercüme kılımız diyen metin, u da tercüme kılımız diyen metin hava rayını sözlegende yak. U da tercüme kılınmayız. Yani u bolsa pat-pat şamallık 3. ayda demeyimiz. Yani u diyen nime? Hava demek çok o. Demek ki hava 3. ayda pat-pat şamallık olur da azak olur. It yani şu hava qartılğan demek çok. Herkes u da planlık noqalardır u da ilvanmayımız tercümeler demekçi. Dep bulup it's always warm in April and May. 4. ay ve 5. aylarda davamlı illik oludu degan gap bu. Warm illik dedik. Always degan davamlı degan gap bu. Okay? Yani 4. ay ve 5. aylarda davamlı illik oludu dep bulup but it rains sometimes. Lekin yağmur yağdı ba'zida. Rainni yağmurdan başqa ism ma'nosidan başqa yana fe'llik ma'nosi, yağmur yig'ish degan ma'nosi bor deganmi bu? Demakchi, jumlaning egisi it bo'lganligi uchun bu it havo farqlagan albatta yana bir qatim desam. Demakchi, jumlaning egisi it bo'lganligi uchun fe'lning keyiniga as qo'shilib ketgan ahvol bor. Buni bilib bo'ldik hozir. Okay? But it rains sometimes. Lekin ba'zida yağmur yağdı deymiz. Yani hava ba'zida yağmur yağdı deb azam bo'ldi, lekin hargizmi itni u ba'zida yağmur yağdı demaymiz. Uyg'urchada u yağmur yağdı desa, nima yağmur yağdı deb hayron qoldi agar u yağmur yağdı desangiz. Yağmur yağdı deymiz yoki hava yağmur yağdı. Havo rayi yağmur yağdı. Okay? Tushunishliqmi? Undan so'ng boshidagi 3-oy bilan 4-5 oylarni yig'ib bir tushunarsak, it's often windy in March. 3-oyda pat-pat shamolliq bo'ladi. It's always warm in April and May, but it rains sometimes. 4 ve 5 aylarda davamlı illik bo'ladi, lekin ba'zida sometimes, ba'zida yağmur yağdı degan gap ekan bu. Okay? Albatta men tarjima qilib bo'lgandan keyin o'zingiz ayrimini ko'rib chiqishingiz kerak. Men bir qatim tarjima qilganimga bilanlar bo'lsangiz bo'lmaydi. Okay? Anamdan summerni so'raydi qarang Hans. What's it like in summer? Meyadiki what's it like? It nima qartilgan shu weather qartilgan. Abiyam maqaranga what's the weather like? That is bilan like ning o'tirishga the weather ni olgan. Endi the weather ning o'rniga it ni evatdi qarang. Is bilan like ning o'rniga it ni evatdi. Shu weather ning o'rniga olinib kelgan it. Shumi? Ma'nosi o'xshashku. Ya'ni what's the weather like in spring deb tushunamiz. Atiyaldagi havo qandaroq deb tushungan bo'lsak, what's it like in summer deb tushunamiz.
nima yozda qandaroq ya'ni bu yerda it degan shu the weather qartilgan yozda havo qandaroq degan gap bu. Ya'ni havo rayini bildirganda itni u deb tarjima qilib olmaymiz, balki havo yoki havo rayi deb olsak bo'ladi degandim bu. Unda olsa uning ustiga it the weatherning o'rniga almashib qo'yapti. Demakchi bu texmo shu havo rayi qartilgan bo'ldi demakchi. Unda olsa yozda qandaroq degan gapga what is it like? Ya'ni is like deganni savol jumlalarda bo'lsa nimaga o'xshaydi, ya'ni qandaroq deb olamiz degandim bu. Xo'sh, unda olsa yozda qandaroq degan gapga Dimitri nima javob berdi? It's always hot in June, July and August. Havo qandaq? It havo qartilgan qo'y. Havo bo'lsa davomli issiq degan gap. Ya'ni havo issiq davomli qachon? 6-7 va 8 oylarda dedi. Yine Uyg'urcha desak, 6-7 va 8 oylarda havo davomli issiq bo'ladi degan gap. Tapolib the sun shines every day. Quyosh nur chachidi har kuni. Quyosh har kuni nim bo'ladi demakchi u. Quyosh har kuni palaldab chiqib turdi degan gap bu. Yoki quyosh har kuni nur chechib turdi. Havo ochiq bo'ladi demakchi u. Desa Hans qo'pib, is it cold or warm in autumn? Sovuqmi yoki illiqmi kuzda degan gap bu. Ya'ni havo kuzda sovuq bo'lamdi yoki issiq bo'lamdi, ama illiq bo'lamdi degan gap bu. Bu yerki it havo qartilgan-ku. Hargiz u sovuqmi yoki illiq bo'lamdi kuzda demaymiz, u demaymiz bu. Havo kuzda sovuq bo'lamdi yoki illiq bo'lamdi degan gap bu. Dimitri nima javob berdi? It's always warm in September and October. Davomli illiq bo'ladi 9-oy va 10-oyda degan gap bu. Ya'ni 9-oy bilan 10-oyda havo davomli illiq bo'ladi degan gap bu. Bo'lib it's often cold in November and it rains sometimes. Often degan pat-patdi, cold degan sovuq. In November and ya'ni 11-oyda. Ya'ni 11-oyda pat-pat sovuq bo'ladi and it rains sometimes. It ne yana bir qatim desam u deb tarjima qilmaymiz. Havo rayi qartilgan. Rains degan yomg'ir yog'di degan gap. Yomg'ir yog'ish-ku, jumlaning egasi it, ya'ni 3-shaxs birlik o'g'ashqa fe'lning keyiniga as qo'shimchasi qo'shilib kelgan ahvol bor, buni bildingizmi? It rains sometimes. Ya'ni yomg'ir yog'di ba'zida. Ya'ni to'liq oldigan qo'shib desak, 9, 10, 11-oylarning ahvolini qarang. 9 va 10-oylarda davomli illiq bo'ladi. 11-oyda pat-pat sovuq bo'ladi. Ba'zida yomg'ir yog'adi degan gapkan bu. Okay? Aniki Hans nima dedi? Is it very cold in winter? Winter degan qishda degan gap bu. Very cold back sovuq degan gap bu. Is it degan shu havo ne so'ramoqchi bu. Ya'ni qishda back sovuq bo'lamdi degan gap bu. Yoki havo sovuq bo'lamdi deb olsak bo'ladi. Okay? Javob it's often cold in December, January and February. It's often cold. Ya'ni pat-pat sovuq bo'ladi. Qachon? In December, January and February. Dekabr, ya'ni 12-oy, 1-oy va 2-oylarda pat-pat sovuq bo'ladi degan gap bu. And oxirida it snows sometimes. Ba'zida qor yog'adi degan gap. Hargizmi u qor yog'adi ba'zida demaymiz. Uyg'urchada u qor yog'adi ba'zida, u ba'zida qor yog'adi demaymiz. U nima degan gap u deb so'raydi. Okay, havo degan gap bu. Havo rayi ba'zida qor yog'adi demakchi. Yoki ba'zida qor yog'adi desak hech qanday xato emas. Okay? Demakchi itni u deb tarjima qilib olsangiz bo'ladi. All right, havo rayi qartildi deb tushunsangiz bo'ladi demakchi. Bu dialog yana yetarli ekan so'roqdoshlar, bu o'quvimiz tarjima qilganimiz. Bunda o'zingiz ayrim bir qatiy qilib, jumla bir qatim tahlil qilib, o'z tarjimasini yezib, o'qib yodlab, ko'chirib qilib olsangiz texnik yaxshi dialog. Okay? Xo'sh, unda olsa, savol yodingizda bormi? Savol nima edi? Does it ever snow in Greece? Ya'ni
Gretsiyada qor yog'amdi degan gap ku. Bu yerdagi everning ma'nosi shu bir qatim bo'lsinmi degandek bir ma'nosi bor, lekin unda aniq tarjima qilib aytmaymiz. Ya'ni Gretsiyada qor yog'amdi deb olamiz. Nima dedi dialogda? Gretsiyada qor yog'di dedimi? No, qor yog'di demadi. It's often cold dedi. Pat-pat sovuq bo'ladi dedi. Debdi, kechiringlar. It's often cold. Pat-pat sovuq bo'ladi deb bo'lib, ya'ni 12-ay, 1-ay, 2-ay. Eng oxirida it snows sometimes. Ba'zida qor yog'di debdi. Ya'ni ba'zida qor yog'di ekan. Javob nima? Does it snow in Greece? Does it ever snow in Greece? Javob: it sometimes snows. It sometimes snows. Yoki it snows sometimes. Sometimes jumlaning kimsha shundoq o'tirisiga olsak ham bo'ladi, oxiriga olsak ham bo'ladi. Okay? It snows degan qor yog'di degan gap bu. Sometimes degan ba'zida qor yog'di deganni inglizchada it snows sometimes deb javob beramiz. Okay? So does it ever snow in Greece? Yes, it does. deb olsak ham bo'ladi. Yes, deb it snows sometimes desak ham bo'ladi. Demak, bizdan yaqni kutgan savol. Demakchi savolga qoida bo'yicha yoki yo'q deb anamkin javob berishimiz kerak demakchi. Savolni menda so'raganda bizdan Gretsiyada qor yog'amdi deb so'raganda biz deb anamkin ba'zida qor yog'di deb javob bersak to'g'ri bo'ldi demakchi. Yes, it snows sometimes. Okay? Demakchi savolning javobi shu. Does it ever snow in Greece? Yes, it snows sometimes. Okay? Savolning javobi shu. Dialog, so'zliklar, ashula, bayqlar, undan biz hozir qanday kechiktirmay shu nimani ko'rib chiqaylikmi darsimizniki mashqni. Shu 51-chi darsniki mashq darsi bo'lgan 52-chi darsga qarasak bir qatim qarang. Nima dedi 52-chi darsda? Lesson 52 ning temasi what nationality are they? deb so'radi. Where do they come from? What nationality are they? And where do they come from? Dedi. Nationalityni savdoshlar o'rgangandik biz. What nationality degan nima davlat tavalligi degan gapdir. Ya'ni davlat tavalligi. Okay? Nationality. What nationality degancha nima davlat tavalligi bo'ldi-ku. What nationality are they degan nima? Ular qaysi davlat tavalligi? Ular qaysi davlat tavalligi demakchi-ku. Ular qaysi davlat tavalligilik yoki. Where do they come from degan ular nereden kelgan degan gap bu. Tersemes cümlelerini düşünüşler. Aldı bilen elbette nurgun devlet ismi ve devlet tavalliklerini günümüz savabışlar bugünkü ağzaki meşik muhalli ravruz sizinki meşik kılışınızını talep kıldıran meşik ağzaki meşikler elbette ularını meşik kılıştığın burun kandak yeni sözler bilen tanışmamız akılmaydı. Bana ekşi bir katımı okup çıkmında azı. Number 1. American. Number 2. The U.S. The U.S. Number 3, Brazilian. Number 4, Brazil. Number 5, Dutch. Number 6, the Netherlands. Yoki tırnaqning ichida Holland deb yozib qo'yibdim. Holland. Hozir tushundirma. Number 7, English. Number 8, England. Number 9, French. Number 10, France. Number 11, German. Number 12, Germany. Number 13, Italian. Number 14, Italy. Number 15, Greek. 16, Greece. 17, Norwegian.
18 Norway, Norway. 19 Russian, Russian. 20 Russia, Russia. 21 Spanish, Spanish. 22 Spain, Spain. 23 Swedish, Swedish. 24 Sweden, Sweden. Xo'sh, lesson 52 mushu mazmundagi bir dars, ya'ni mushu so'zlarni ishlatish orqali qanday biz mashqlarni olib boradigan dars. Unda olsa, birinchi so'z American, Amerikalik bo'ldi. Ikkinchi so'z the US degan Amerika. Amerikaninki davlat ismi har xil har yangi atildi. Masalan, the US mi deydi, America mi deydi, the USA mi deydi, the United States mi deydi, the States mi deydi. To'liq atilishi the United States of America mi deydi demakchi. Eng ko'p ishlandigani the US. Okay? Demak, davlat ismini the US deymiz. Masalan, I come from the US desak, men Amerikadan keldim degan bo'ladi. Okay? American degancha davlat tavaligi, ya'ni Amerikalik degan gap. Xo'sh, mushu holatda, mushu tariqada biz qolgan davlatlarnikini ko'rib olsak, number 3 Brazilian, Braziliyalik degan gap davlat tavaligi. Brazil degancha davlat ismi Braziliya. Number 5 Dutch, Gollandiyaning degan gap, ya'ni Gollandiyalik, Gollandiyaning davlat tavaligi demakchi. Number 6 degancha davlat ismini nima deymiz? Burunlarda Holland deydi ekan-ku. Hozir qanday o'zgarib the Netherlands deydi. The Netherlands, you know. Alayda qanday Gollandiyaninki davlat ismining atilishi. The Netherlands. Burun Holland deydi ekan. Hozir Holland demaydi. Xalqarada Gollandiyani the Netherlands deb ataydi. Okay? Endi Gollandiyalik bo'lsa davlat tavaligining bo'lgan Dutch bo'lib qolgan. Number 7 English, Angliyalik bo'lib davlat tavaligi. England degan Angliya bo'ldi. Okay? Ya'ni English degan Ingliz millati degan ma'nosi va Ingliz tili degan ma'nosi va Angliyaning degan ma'nosi va Angliyalik degan ma'nosi va England degan Angliya davlat ismi. Okay? Number 9 French, Fransiyalik yoki Fransiyaning davlat tavaligi. Ismi France, davlatning ismi France, Fransiya. Number 11 German, bu Germaniyaning yoki Germaniyalik degan so'z davlat tavaligi. 12 so'z Germany degancha Germaniya bo'ldi, davlatning ismi bo'ldi. Number 13 Italian, Italiyaning Italiyalik bo'lsa, 14 Italy degan Italiya bo'ldi, davlatning ismi. Okay? Number 15 Greek degan Gretsiyaning yoki Gretsiyalik bo'lsa, davlat tavaligi bo'lsa, davlat ismi Greece, Gretsiya bo'ldi. Number 17 Norwegian, Norvegiyaning Norvegiyalik degan so'z albatta Norvegiya degan davlat ismi qanday? Norway deydi. Number 19 Russian, Rossiyaning yoki Rossiyalik, hatto Rus degan ma'nosi bor. Masalan, u Rus deymiz u. Davlat tavaligi yoki millat ismi u chog'da. Shunday hammasiga Russian ishlatildi. Davlatning ismiga Russia, Rossiya bo'ldi. 21 Spanish, Ispaniyaning Ispaniyalik degan gap. 22 Spain, Ispaniya degan davlat ismi. Ikkinchisi Spain davlat ismi Ispaniya. 23 Swedish, Shvetsiyalik bo'lsa, davlat ismi bo'lsa Sweden 24-inchi. Okay? Sweden davlat ismi, Swedish davlat tavaligi. Xo'sh, unda olsa tez bir mashq qilib olsak, bu so'zlarni masalan jumla shakliga qo'yib, jumlaning ichiga qo'yib. Masalan, ekrandan tegiga qarasangiz, what nationality is he? Nima davlat tavaligi bo'lsa u, ya'ni bu nima davlat tavaligi degan gapkan bu javob he is masalan American desak, u Amerikalik bo'ldi. He is American. Unda buni kaynidan masalan yana bir xil so'rsak bu gapni. Where does he come from? Bu nereden keldi bo'lsa, degan bo'lsa javob he comes from the US bo'ladi. U Amerikadan keldi bo'ladi. Okay? Ya'ni oldidagisi what nationality is he degan bu nima davlat tavaligi? Kendiki where does he come from degan hunardan keldi degan. Okay? Unda olsa mushu og'zaki mashqni biz kitobimizdan bir ko'rib olsak, qarang. Kitobimizda nima deydi?
Kitabımızdaki mushu betini açsak qarang. Bunda deydi qarang. 20-ci rəsmdə, yəni 20 mushu 52-ci dərsdəki mushu betini tapa alasınız. 20-ci rəsmdə qarang. Bunda deydi. Madem bunda deydi. I'm American. I come from the US. Ben Amerikalıq. Ben Amerikadan gəldim degan gap bu. 21 qarang, 21st, 21-ci rəsm. He is Brazilian. He comes from Brazil deydi. Bu Braziliyalık deydi. Bu Braziliyadan gəldi degan gap bu. He comes. Nima qilmaydi? I come bo'ladi. Jumlaning ikisi birinchi shaxs birlik. Shuning uchun fe'lning kaniga as qo'shilmaydi. Okay? Mavju majmulda jumlaning ikisi uchinchi shaxs birlik. U. Shuning uchun fe'lning kaniga as qo'shildi. He comes from Brazil. Okay? Xo'sh, 22-ci rəsmdə she is Dutch. U Gollandiyalik deydi də. She comes from Holland. Yoki hozirgi yaman koni kitob Bakka 30-necha yil, 30-necha 40-necha yildan oldida tuzilgan kitob bo'lg'achqa. U vaqtlarda Holland deb ataydi biraz. Hozir the Netherlands deb ataydi. Demakchi she comes from the Netherlands desak to'g'ri bo'ldi hozir. Okay? She comes from Holland desang balda ayron qoldi. Bu Gollandiyani unda Holland demaydi, hozir Netherlands deysan bilmam sariganda. Chunki kim tushunishib qo'y. Okay, 23-ci rəsmdə we are English deydi. Yoki we're English. Biz Angliyalik deydi. We come from England. Angliyadan keldik. 24-ci rəsm they're French. Ular Fransiyalik balalar ko'rsatadi. They're French. Ular Fransiyalik deydi. Yoki Fransoz deb asaqim bo'ladi. Ular Fransoz. They come from France. Ular Fransiyadan keldi. Okay, 25-ci rəsm you're German. Siz Germaniyalik yoki nemis desak bo'ladi. Siz nemis ekansiz yoki siz nemis degan gap bu. You come from Germany. Siz Germaniyadan keldingiz. Okay? 26-ci rəsm he is Greek. O Griyalik. He comes from Greece. O Grisiyadan keldi. Bundan keyingisi you're Italian. Bala ishga erga qarab sizlar italiyalik deydi. You come from Italy. Sizlar Italiyadan kelibsizlar yoki Italiyadan keldinglar deydi. Bundan keyingisi we're Norwegian. Biz Norvegiyalik deydi odamlar ikkisi o'zlarini. We come from Norway. Biz Norvegiyadan keldik. 29 they're Russian. Ular Rossiyalik. Yoki ular ruslar desak ham bo'ladimi? Millat ismini ko'rsatadi Russian degan. They're Russian. Ular ruslar yoki ular rossiyalik deb. They come from Russia. Uning keyingisi she is Spanish. Bu Ispaniyalik. She comes from Spain. Okay? Eng oxirida maquz I'm Swedish deydi. I come from Sweden. Men Shvetsiyalik deb men Shvetsiyadan keldim deydi. Tushunishdi-ku? Xo'sh, shunda bo'lsa, og'zaki mashqlar shular. Buni o'zingiz qilib ko'rsangiz bo'lmaydi, saboqdoshlar. Unda biz yozmish mashqlarni ko'rayotaylik, qarang. Written exercises'ninki A qismi complete these deydi. Malani to'liqlang degan gap bu, qarang. Example bunda deydi. I come from England. Men Angliyadan keldim deydi. But Stella comes from Spain deydi. Boshqa nimani to'ldirib ekanmiz? Comes deb to'ldirib ekanmiz. Nemishqa kamning keyingi as qo'shilib qoladi bikaden. Chunki Stella degan u shi'ga tang, uchinchi shaxs birlik. Jumlaning egasi uchinchi shaxs birlik bo'lsa, shu shaxs uchun, ya'ni uchinchi shaxs birlik uchun xizmat qiladigan fe'lning keyingi qanday as qo'shilib keldi hozirgi oddiy zamonda degan bu. I'ning keyingi hargiz qo'shmaymiz. I come from deymiz. She bo'lsa comes from bo'ladi demakchi. Qolganlarni ishlayolamiz, albatta ishlayolasiz. Masalan, Üçüncüsünü işlep versem qarang. He comes from the US. O Amerika'dan geldi degan gap bu. But she comes from England. He'ga comes deb ishlatganga o'xshash, she'ga mo comes deb ishlatamiz. Agar I bo'lgan bo'lsa come bo'ladi. Demak, he, she, it lardan boshqa hammasiga qanday come deb ishlatamiz. Faqat he, she, it la jumlaning egasi bo'lib qolsa comes deb keladi degan gaplarni biz jiqdidik bu gaplarni. Okay, unda bu mashq o'zingiz qilib qoldik qolganlar savollar. And this mashq B ga qarasak answer these questions and answers. Sorry. Bu savol xato yozilib qolibdi. Bu talab xato yozilib qolibdi. Talab nimada? Write questions and answers deb kechiringlar. Write questions and answers deganni men xatoni o'qib qolibdim. Write degan yozish bu.
Yozinglar savollar va javoblarni deganni men xato yozib qo'yibman, kechiring. Right questions and answers. Ya'ni savol va javoblarni yozinglar deydi. Qaranglar, berilganlar bizga berilgan so'zlarga asosan yozamiz. He berilibdi. Brazil berilibdi, the US berilibdi, qarang. Undan so'ng he erlardagi u, Brazil, Braziliya, the US, Amerika, mush uch so'zga asosan mundaq savol va jumlalarni yozib ekanmiz, qarang. Where does he come from? U nereden keldi? Cevap he yoki savol tugmida savolni bir misol so'raydi, u nereden keldi deydi. Does he come from Brazil deydi. U Braziliyadan keldimi deydi. Okay? U nereden keldi deb bo'lib, u Braziliyadan keldimi degan savollarga mashq savol. Endi javobni boshlayapti, qarang. No, he doesn't come from Brazil. He comes from the US deydi. Deb bo'lib desa qarshilab qo'yib, what nationality is he? U nima davlat avvaliga debdi-ku. Desa javobda he is American. U Amerikalik debdi. Tushundingizmi? Berilgan he, Brazil, US degan uch so'zga asosan mushtaq savol va jumlalarni tuzatib qarang. Albatta where does he come from degan jumlada nima qilib doesni ishlatganligini bilasiz. Uchinchi shaxs birlik jumlaning egasi bo'lganligi uchun ish harakatini bildiradigan come degan ish harakatini bildiradigan fe'l va mushtaq fe'llik jumlalarda yordamchi fe'l orqali ifodalanuvchi savollar dedi. Shuning uchun does kelgan. Uchinchi shaxs he jumlaning egasi bo'lganligi uchun. Agar you deb sizni so'ragan bo'lsak, where do you come from degan bo'ladi. Uchinchi shaxs bo'lganligi uchun does he deb ishlatyapmiz demakchi. Anamdikin bu savolga u nereden keldi degan savol endi. U falani yerdan keldimi deganni qanday qilishni so'raymiz. Ikkinchi savol dek. Does he come from Brazil? Tushunishli jumla. Demakchi savolni ikki xil so'rab bo'lib, javobda no, he doesn't come from Brazil. He comes from the US debdi. İnkar jumla, ya'ni bo'lishsiz jumlada doesn't come deb yordamchi fe'l does orqali not deb bunday ifodalaydi. İnkar jumla bo'lishsiz jumla. Bayon jumlada comes deb comening keyiniga ama as qo'shimchasini qo'shib ifodalaydi. Okay? Demakchi jumlaning egasining kim ekanligiga bir qarab o'tsangiz, anamdikan bu jumlada qaysi yordamchi fe'l kerak yoki kelish kerak yoki fe'lning keyiniga as qo'shilish kerakmi yo'qmi degan narsalarni bir o'ylab o'tsangiz, undan buni ishlash to'liq oson bo'ladi. Okay? Eng oxirgi savol, what nationality is he? Nima davlat avvaliga bo'lsa u? Javob he is American. Okay? Agar buni tushungan bo'lsangiz, qanday tegliklarni cho'qim ishlay olasiz. Men 8-ni ishlab beray qarang. 8-si she, Italy, Spain. U ya'ni ayollardagi u Italiya va Ispaniya degan so'zlar berilibdi. Undan so'ng mushlarni yuqorqidek jumlalarga silib men bunda jumla tuzab beray qarang. Oldida savolni bunda tuzaymiz. Where does she come from? Okay? Ikkinchi savol. Does she come from Italy? Jawab. No, she doesn't come from Italy. She comes from Spain. What nationality is she? She is Spanish. She comes from Spain. Degandikin, albatta she is Spanish deyishimiz kerak. Sababini tushunsiz, ha? Davlat tavalligi bilan davlatning ismi o'xshamaydi. Davlatning ismi Spain bo'lganidan davlat tavalligi Spanish bo'lishi kerak. Tushunishliku? Agar buni tushungan bo'lsangiz, bundagi ekrandagi qog'ozlarni ishlab olasizz. Kitob o'zingizda bor, cho'qim ishlang savoldoshlar. Cho'qim ishlamasangizlar, bu bilim o'zingizdan bo'linmaydi. Undan so'ng shunday deb biz darsning oxiriga qapmiz. Undan so'ng o'rganishingiz natijali bo'lsin. Inshaalloh biz ertaga darsda ko'rishaylik. See you tomorrow.